بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Hürmetlik Müslüman qeyrindaşlarımız, Allah Subhanahu ve Taala'nın her birisimizge dünya ve ahiret rahmetini tilaymiz. Maksat insan Allah Subhanahu ve Taala alahide yaratkan acayip bir namunelik mövzu bolgaçqa insanda nurgulluğan hususiyet ve nurgulluğan alahidelik ve nurgulluğan acayibatla insanda daim mücessemleşken. Şunun için insan muşu acayibatlardan en yaxşı halette paydalanay dese özünün psixikisini tanışaş insanga qattiq muhim. Şunun üçün insan özüdeki psixiki bilen özünün yaratılışıdaki münasebetini bilişi tıxımı muhim. Bu derskimiz insanın yaratılışı ve psixiki bilen boğan münasebeti doğruluk sözünüdür. İnsanın yaratılışı ve psixiki boğan münasebet Allah Subhanahu ve Taala insanga kaygı, dert elem kelgen çağda hasretini dağan, içpişidiğen, onunla hoşallık kelgende hoşal buluduğan, külüdüğen bir işini red qilish yoki bir işqa qarşılıqını bildirish to'g'ri kelgan vaqtida u ish qarshi achchig'ini, g'azabini bildiradigan bir ishqa kuyishi, uni qilishi, uning qarta havas qilishi uningda paydo bo'lgan vaqtida uningga qiziqadigan va biror ishdan ansirgan vaqtida u ishdan qo'rqadigan va har turli vahma va xiyollar uni besib olgan vaqtida g'am andisha ishpishqa patadigan nurg'un xususiyatlarni Allah Subhanahu ve Taala insonda yaratgan va shu xususiyatlarni tizginlaydigan aql va fikrni Allah Subhanahu ve Taala insonga bergan. Undaq bo'lgan ekan, inson mushu insonga berilgan xususiyatlar va alohidliklarni joyida ishitib, o'ziga bo'lgan o'zining pozitsiyasini, ya'ni o'zi bilan o'zi o'ttirishga bo'lgan munosabatni va o'zining psixikasini yaxshi bilsa, u vaqtda o'zini jamiyatga va oilasiga va butkul musulmonlarga bir foydali insonga, foydali bir natijalik bir obrazlik bir musulmonga aylantira oladi. O o'zi bilan ilohiy o'ttirishga bo'lgan, ya'ni yaratquchi Allah igimiz o'ttirishga bo'lgan munosabatdagi psixika ahamiyat bersa, u vaqtda yaratquchi Allah Subhanahu ve Taala'ni rozi qila oladi. Jamiyat munosabatlar va qo'lun qo'shna yaqin yo'ruq kishilarga musulmonlar qarta muomalasini psixik jihatda yaxshilasa, u vaqtda musulmonlar bilan bo'lgan munosabatini yaxshilay oladi. O'zining ustozi, maktabi, ish saptashir bo'lgan qirindoshir bilan doim birga turadigan hamrohlar bilan bo'lgan munosabat qarta psixikasini tanishsa, u vaqtda ular bilan yaxshi o'talaydi va ularga foydali bo'lgan yaxshi obraz va yaxshi ilhamlarni va yaxshi natijalarni ularga beralaydi va shundaqla Allah rozi bo'lgan birlik va mukammallik hukm surgan haqiqiy islom qeyrindoshligi bo'lgan bir jamiyatni barpo qilishga va dushmanlari shayton va har turli izqlar ustidan g'olib kelishga o'talaydigan bir yaxshi bo'lgan obrazni, yaxshi bo'lgan bir jamiyatni yaratishga ega bo'la oladi. Shuning uchun qeyrindoshlarimiz biz insonning yaratilishi bilan psixik bo'lgan munosabat o'ttirishga tushuncha va uqumlarni bilishimiz bizga intayin zarur. Allah Subhanahu ve Taala Qur'oni Karimda Estaizu billah Fir'aun bilan shu vaqtning eng katta siyosini deb zo'ravon musulmonlar va butkul insoniyatga tajovuzchilik harakati ilib borayotgan
kishilar uni siyosiyun deb tanigan shu vaqtninki zo'migiri Fir'aun bilan Alloh taoloning elchisi Musa alayhisalom o'tirishga bo'lgan savol-javobda insonlarning va hayotlikdagi har bir narsaning Alloh subhanahu va taolo uningga bergan ne'mati xususiyatlari to'g'riliq hammani mujassamlagan mana shu dialogda Alloh subhanahu va taolo bunday degan. Qala faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna allazi a'ta kull shay'in khalqahu thumma hada. Fir'aun sizlar Musa alayhisalom bilan Harunning parvardigori, yaratquchisi kim deb so'radi. Musa alayhisalom javob berib dediki, bizning parvardigorimiz, bizning tarbiyalab, bizni hidoyatga boshlagan va yaratgan Rabbimiz hamma shay'iga u shay'ining yaratilishi, ya'ni u shay'iga munosabatlik xususiyatlar va u shay'iga lozimatlik shay'lar va lozimatlik bo'lgan ehtiyojlarni bilib, hamma shay'ini yaratgan, ondan u shay'ini o'zining loyiqida mas'uliyatga boshlab qo'ygan. Yana shundaqla, yana bir ma'nosi payg'ambar avatib, uni hidoyatga boshlagan va ilohiy kitob tushirib, uni hidoyatga boshlagan shu Parvardigor deb javob bergan. Demak, bizdagi barliq xususiyatlarni Alloh subhanahu va taolo o'zi bizga o'rinlashtirib, bizga bergan. Undaq bo'lgan ekan, biz mushu xususiyatlarimizni bizdagi har turlik bizdagi psixiklik, turmush, nikoh amroqlik, yeyish, ichishga amroqlik, kiyishga va kiyinishga, go'zallikka amroqlik din iborat, bir ish qarta havas qilishdan iborat bo'lgan har turlik vujudimizda bor qo'rqish, kulish, xushallanishdan iborat bo'lgan nurg'un qobiliyatlarimizni mush Alloh subhanahu va taolo bizni yaratqachqa, bizni yaratgan Alloh hammadan bak bizning xususiyat, bizningki psixologik alohidliklarimizni yaxshi biladi. Xuddi bir yangi bo'lgan aqliy iqtidorlik kashfiyot maydonga kelsa, bu aqliy iqtidorlik pantaqat kashfiyotini, pantaqatdan maydonga kelgan aqliy iqtidorlik mahsulotni shuni yasag'uvchi shirkatning mutaxassisi injeneri alohida bilgandek, shuningdan so'rab, shuni ishlatsa, shuning alohidliklaridan yaxshi foydalanqili bo'lgandek, shuni ham zarardan, ziyondan saqlab qolg'ili bo'lgandek, bizning xususiyatlarimiz, bizning psixiklarimiz, bizning alohidliklarimizni yaratquchisi, igimiz bo'lgan Alloh subhanahu va taolo bizga nima deydi deb shu Alloh taoloning boshqurishi, Alloh subhanahu va taoloning yetaklashi, Alloh taoloning ko'rsatmasi bilan psixikimizni yetaklasak, boshqursak, u vaqtda biz mana oltin yuzukka gavhar ko'z qo'yganga o'xshash to'g'ri bo'lgan yo'lni, to'g'ri bo'lgan psixikni sapoliq va tushunchilik va madaniyatlik va haqiqiy Alloh taolo oldidagi ixlosman bir to'g'ri ish qilgan o'zimizning psixikasini joyida ishlatgan yaxshi bir o'lchamlik musulmon va o'lchamlik bir mu'minga aylana olamiz. Shuning uchun qarindoshlarimiz Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda deydi: "Astaizu billah fitratullohillati fataran nas alayha." Mushu sog'lom bo'lgan psixika, sog'lom bo'lgan xarakter, sog'lom bo'lgan tabiat, yaxshilikni yaxshi ko'radigan, yomonlikni o'chkiradigan, jamiyat va oilasi va dunyoga go'zal axloq, go'zal muhit, go'zal bo'lgan hayotning maydonga kelishi, o'zaro munosabatlarda chiroyli so'z, chiroyli harakat, o'zining ilohiy yaxshi ko'radigan yaxshi ishlarni yaxshi ko'rish, haromxo'rlik, zinoxo'rlik, fohishbozlik, har turli satgap, g'aybat shikoyat, bo'lgunchilik, fitnaxo'rlik, o'zaro bir-birining g'aybatini to'shish, suxanchilik, dushmanlashish, o'chmanlik, hasadxo'rlik, har turli yomon kasallar, mutakabbirlik, birsi-birsiga yomon muomala qilish, ko'ngilni og'ritish, aziyat berish, har qandaq bir jamiyat va vaziyatga va dunyoga bo'lsa, shu dunyo, shu jamiyat, shu vaziyatga ortiq kap qiladigan yomon xuyluq, bu shuning har qandaq hammasini Alloh subhanahu va taolo mushuning har qandag'ini rad qilib, haqiqiy sog'lom bo'lgan Alloh taoloni taniydigan,
Allah Taoladan qo'rqadigan, o'zining hayoti va tabiati xarakteri, yaxshi ishlarni yaxshi ko'radigan, to'g'ri xarakterni Alloh subhanahu va taolo bizda yaratgan. Shuning uchun mana shu Alloh Taolaning yaratisi bizda pok tabiat, yaxshilikni yaxshi ko'ramiz, yaxshi xuyluq bo'lamiz. Har qanday jamiyat va vaziyat va dunyoga borsak, Allohning nurini, hidoyatini, o'zimizdagi sog'lom pok axloqni dunyoga yayamiz. Har qanday rezil qilmishlarni, shirkni, kufrni, ozg'unlikni, buzuqchilikni, hasadxo'rlikni, har qanday yomonlikni, har qanday bir jamiyatdan cheklaymiz va uni biz qabul qilmaymiz. Mana bu bizning psixikimiz, ya'ni bizning psixikimiz igimiz yaratquchisi Alloh rozi bo'lgan ishlarni qabul qiladi. Alloh cheklagan yomonliklarni, harom ishlarni, ziyonli ishlarni rad qiladi. Mana bu bizning sog'lom psixikimiz. Mushu psixiki bilan Alloh biz yaratgan. Hamda mushu psixikimizni ham tizginlasin deb Alloh subhanahu va taolo bizga aql bergan. Mushundaq to'g'ri bo'lgan psixikimizni buzadigan ish nereden kelib chiqqan desa, Alloh subhanahu va taolo deydiki: "Va yaj'alur rissa 'alallazina la yaqiluna." Aqlni ishlatmaydigan, aqli orqali o'zining to'g'ri psixikasini, to'g'ri xarakter tabiatini, yaxshilikni yaxshi ko'radigan xarakterini, Alloh so'ygan ishlarni yaxshi ko'radigan xarakterini, mushundaq Alloh subhanahu va taolaning azamati, qudratini qo'rqadigan har qanday bir jamiyatga borsa, yaxshilikni dunyoga chechadigan mushundaq psixikini aqli bilan, to'g'ri aql bilan tizginlanmaydigan odamlar qarta biz ularning qalbiga, ularga rizqini qildik. Ya'ni to'g'ri ish qarshi chiqadigan, shirk, nifoqni yaxshi ko'radigan, psixikasi yomonlik, buzg'unchilikning jamiyatga tarqalishini yaxshi ko'radigan, mushundaq paskinlikni uning qabul qilishiga biz ruxsat qildik deydi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizning pokiza psixikimizni yaratgan. Pokiza psixikimizni biz saqlashga tirishmasak, jonlantirishga tirishmasak, bizga u vaqtda kelib olgan mikroblar, yomon psixika, yomon iddia, yomon axloqlar bizning vujudimizda o'rnaydi. Bizdan doim yomon ishlar maydonga keladi, yaxshi ishlar maydonga kelmaydi. Yomon ishlarning yaxshi kelishini kutamiz. Masalan, bir jamiyatda bir sayohat o'rniga chiqsak, yoki sayohat o'rniga chiqqan har qanday bir inson psixikasi buzuq bo'lsa, har qanday bir yerdan lolma ishit yo'ldagi topini izlagandek buzg'unchilik, fohishbozlik, her türlü içi bitilgen arak, şarap, her türlü zehirlik çekimlik, yaman mahsulatla satılgan insanın iddisini, ahlakını, hayatını buzulgan orullarını izleydi. Yani şehvanet orullarını izleydi. Onun kalbi, onun ruhi, onun vücudu eğer pak olsa çıkan seyahat orullarda mescitlerini izleydi. Allah Teala'ga sünüdüğün, Müslümanlığa payda bulduğun yaxşı sohbet mekteplerini, medresehallerini, yaxşı Müslümanların hem soruları var, caylarını izleydi. Müslümanlığa paydalık boğan nesile setirdiğin asara, etik organları, Müslümanların imanını, cesaretini, gayretini kozgaydıgan tarihi organlar, Müslümanlığa yaxşı paylık satılgan bazalarını, paylık nesile satılgan bazalarını izleydi. Şundaq qeyrindişimiz psixikimizning yaxshi bo'lishi bizni bir bazaga chiqib kirib bo'g'icha yo yaxshilikqa yiqiladi yoki yomonlikqa yiqiladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mushu psixikimizni to'g'ri boshlash uchun avvalan o'zimizning bir inson ekanligini, bizning yaratquchimiz Alloh ekanligini tanishimiz bizga lozim. Avval psixikaning buzilishi nereden kelib chiqadi desa, psixika sapası, psixika düşüncesi yok olup gidip o insan Allah yaratkan aslideki ruh, akıl, beden kuruluş, cisim onun hidayet bilip peygamber evetip ve ilahi şürüp onu ilmi boğan nur bilen onun vücudu hayatını yoritkan hakiki hidayet bilen yaratılganmış insan
özünün muşu yaratılışdan ibaret bo'lgan hayotini to'g'ri bo'lgan tizginlashdan qanday qilganda chiqib ketadi desa, o'zining asli insonlik psixikasini, o'zining yaratquchisi ilohiydan kelganligini va yaratuvchisi Allohning quli ekanligini unutib qolganligida, o'zini tonimaganligida birinchi qilib psixikasi buzildi. Şuna Allah Kur'an-ı Kerim'deki Estaizu billah Kalla innel insane le yatqa erra'ahu istagna. Rastıllah hakikaten insan çıkıdın aşıdı. Yani o özünün insanlık dairesindeki psikisinden çıkıp gidip buzgunçuluk işlerini yaşkırdıgan, buzgunçulukni dünyaya tanıdıgan, cemiyetlerine tanıdıgan, özü ve ailesi ve cemiyetini ve dünyanı buzuduğan, muşundak işlerini kırdıgan, muşundak yaman yolguma kırdı, nümiş kalırsa özüne mütekebbir çağlıqallıqtın. Bana hiç kandak bir kişinin, hiç kandak bir nesinin, bana karta iqtidaşlık kılışı yok, ben Allah'ın kulu emas. Men de hiç kimden bir narsa kelgen emas deb Allah'ın bergen nimetiga tanıdı, üzdü barlık iqtidar, barlık nimetlerini Allah bergen turup, şu Allah bergen nimet işit turup, birincisi Allah'ı tanıdı, ikincisi Allah'ın nimetiga tanıdı. Şunun bilen o psikisi yamanlaşıp, hatta ki bir ön okşaş, en rabbukumul a'la, men sizlerinin en yuquru Perverdigarınla hatta, hocayınınla, ilahinla dep özün dava kılandak, hatta şu dava kıp olturvatkan bir ömü halak bulup dünyanı koyup birip ketti o bir ömü. Dünyanı nurgulluğun bir ölü dünyanı koyup ketti. Aşında oturup özünün dep çağlaydı dese, özünün psikisinin, özünün tefekkürünün sapasız boğallıkıdın, huddi bir buğday deydiğen ya ki anar ya almı deydiğen Allah bergen bir nimetini, buğdayını, almını, ananı psikisi buzuk adam kandak kılı dese bunu içtip, harak kılıp içidi. İçken deyken bu alıcı öyleydi. Özünün dostunu düşmanga aylandırdı. Özünün ilahini tanımaydı. Her xil yaman geplerini burun demeydiğen akılsız işlerini kıldı. Şunundak, şundak pür öğünle ya ki her türlük Allah'ını tanımayan kalbi buzuk toğru psikidin asli insanlık yaratılgan psikistin çıkıp ketken sapası yok. Ademler hakan devlet reisleri, cemiyet başlıkları hakan yitaşılap gelsin halkırada. O özünün ilahika yaratkan ilgisi gibi ol cöleydiğen bu kalıdı. Nimdeydi dese men dünyanın hocayını, Allah hocayını emez. Deydiğen Allah bergen nimet yettirup şu nimetki tuzgurluk kırılgan, onu söyleydiğen hatta ki Allah bergen şu hayatlıkta beden kuruluş, akıl, her türlük onun verilgen iktidar, ihsat, hukuk, hakimiyette Allah kulçuluk kılmaydı, tecavüzçülük kıldı, özünün hissi menfaati, dünyalık, özünün kuskunu toğuzuş için her kandak bir aciz olsa onunkini erileş, özünün koskunu toğuzuş için başkalarını öldürüş, tecavüz kılış, yok için ibaret boğan, bütün dünyadaki bağırlık namretlerini yöyleşemez. Belki kim namret, kim dünyada aciz olsa şunda yani bozak kılışın ibaret boğan yaman psikilik bulup kalıdı. Şunun için kıyırındaşlarımız her kandak bir insan evvelen özünün yaratquchisi Allah'ın kulu ekanligini şu hayotlikdagi her bir qadimi harakatida Allah bergan iqtidor bilan Allah bergan ne'mat ichida yashaydiganligini tunisa, o vaqtda o'zining psikisini Allah tushirgan va ilohiga uyg'un tatbiqlaydi. O vaqtda masalan alaylik hasad qilish deydigan bir ish chiqsa, Qur'oni Karimda hasaddan cheklagan. Hasaddan cheklagachga o o'zining qizg'inligi, o'zidagi bo'lgan dushqunlikni başkalar Müslümanlığa, kırındaşırığa, hasad kılışının onuğa, Müslümanlığa yaxşı iş kılışqa. Şu yaxşı iş kılgan Müslümanlığa okşaş, cemiyetki yaşlılık payda kılışqa terişçallık kılıdı. Başkalar güzellik kim kiyse, o güzel kiyimiga hasad kılıp onu ayıblaşının onuğa, ayol kızlarımız, özünün ahlakını, düşüncesini, pakiz tutuşqa, şu kırındaşığı bolsun Allah güzel kim biripti dep, elhamdülillah onun bergen nimetim man bir edep şu güzel kimge şu şükür kılamı, men şükür kılışım gerek Allah bergen nimetki dep
kiygan güzel kiyim bilen avretini yapışqa, Allah'a seydi qilishga tirishchanlik qiladi. Onun da agar bir qayg'urish ishpush bo'lib qolsa, u qayg'urish ishpushda Payg'ambar alayhisolamning hayotiga kelgan eng qattiqchilik kunlarni esda tutib, shu Payg'ambar alayhisolatu vasallamga qattiqchilik kelgan, ishpush kelgan, endi men mush ishpush, mush qayg'urimni Allah subhanahu wa ta'ala razı bulgan işitay. Yani özümün ötmüşüne Allah'ın razı kılgan, din ve İslam'a fayda etkizemmeyi küllerimini ötkizip atkan, ya ki Allah subhanahu wa ta'ala aldı kıpsağın günahlarımı pişayman kılıp işimni pişiray. Bu işimni yamanlıkka, cemiyetteki başkaladek turmuş yaşanmaptımı, mında ihsat, mında baylıkı erişenmaptımı deyen, mında maddi menfaatke tayandırılışten işmişne dünyada bozak kılıvatkan Müslümanlığa kaygırış, ulağa Allah'tan yerinip kalbinin kilişini dua kılış, özünün dünya ve ahiret bəxtki erişin Allah'a dua kılışın ibaret boğan, yakşı psikiki aylandırsa, o insan ve o Müslüman özünün psikisine iman bilen, akıl bilen, Allah'ın hidayeti bilen tizgildiyen burudu. Qeyrindaşlarımız, her birisimizni Allah subhanahu wa ta'ala manımı şu psikik deristin paydınlıp, Allah subhanahu wa ta'ala'nın hidayeti bilen özümüzün psikimizni toğru boğan, İslami boğan, sapalık psikiki aylandırgıl nisip kılsın. Ve salli ala Muhammedin ve sahbihi ecmain. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.